Lekin yaxshi yangilik ham bor. Bu kasallikning davosi topilgan. Yapon olimi Akira Endo 1973-yilda zamburug'dan xolesteringa qarshi dori ajratib oldi. Yillar davomida bu dori sayqallanib, statinlar deb nomlanuvchi dori vositalari guruhiga aylandi. Bu guruhga kiruvchi atorvastatin, rozuvastatin va pitavastatin dorilari bugungi kunda aterosklerozga qarshi asosiy qurol hisoblanadi. Sen o'zi bilasan bu dori qanaqa doriligini? Bu dorida anu Raj Kapurli ichib bilasanmi qancha yil yashagan? Qunduz bobo ertaklaridan xolesterinlar jigardan chiqib, past zichllikdagi lipoproteinlar yordamida qon oqimi bo'ylab to'qimalarga borishini, xolesterinning ko'payishi va endotelial disfunksiya hisobiga tomirlarda to'planib, aterosklerotik plakcha paydo qilishini va bu esa oxir-oqibat infarkt, insultga olib kelishini bilib olgandik. Bemor statinni ichgan kunidanoq u jigarga boradi va majlis o'tkazadi. Bugundan boshlab xolesterinlar ishlab chiqarishni kamaytiramiz. Xolesterinni to'qimalarga olib boruvchi past zichllikdagi lipoproteinlar sonini qisqartiramiz. Statinlar bu bilan cheklanib qolmaydi. Ateroskleroz surunkali yallig'lanish jarayoni bo'lganligi uchun statinlar tomir devorlarida yallig'lanishga qarshi kurashadi. Aterosklerotik plakchaning fibroz kapsulasi qancha yupqa bo'lsa, yorilish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Statinlar esa shu fibroz kapsulani qalinlashtirib beradi. Statinlarning yuqoridagi sa'y-harakatlari natijasida yorilish va tromb yig'ishga moyil bo'lgan yumshoq yog'li do'ngliklar qotib, haykalga aylanib qoladi. Mayli, men bora qolay, haykaldagi obed borish kerak. Xullas, statinlar qonda yomon xolesterinlarni kamaytirish bilan bir qatorda aterosklerotik plakchalarni stabillashtiradi. Endi ular na kattalashadi, na yoriladi va na infarkt insultga olib keladi. Bir so'z bilan aytganda, zararsizlantiriladi. Men o'zim yeb tashlayman uni. Lekin organizm ham anoylardan emas. Statinlar jigarda xolesterin sintezini kamaytirgandan keyin ichak orqali ozuqalardan xolesterin so'rib olishni kuchaytiradi. Bunga qarshi esa ezitimib dori vositasi qo'llanilib, xolesterinni tashqaridan kirishi kamaytiriladi. Yuqoridagi dori vositalarining foydasi bo'lmagan yoki nojo'ya ta'siri vujudga kelgan taqdirda evolocumab, inclisiran kabi xolesteringa qarshi inyeksiyalarni qo'llash mumkin. Bundan tashqari bu yo'lda bempedik kislotasi, fenofibrat, omega 3 kabi dori vositalari ham ishlatilinadi. Yuqoridagi dori vositalarining to'liq ro'yxatini Telegram kanaliga joylab qo'ydim. Profil shapkasidan kanal havolasini olishingiz mumkin. Ha, barakalla. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Dori vositalarini shifokor yozib beradi, siz sotib olib ichasiz. Lekin